Uy sharoitida bakallarga rasm bosish biznesi. Videoni oxirigacha ko'ring, barcha hisob-kitoblari, amaliyotlarini ko'rsatib beraman. Bitta bakalga o'rtacha 5 daqiqa vaqtingiz ketadi. Bitta bakaldan esa sizga 25 ming so'm sof foyda qoladi. Birinchi navbatda qiladigan ishingiz Tillo Nabiyev jamoasidan mana shunday bakallarga rasm bosuvchi termopress uskunasini sotib olish. Keyingi o'rinda xomashyolarni sotib olish. Bu biznesga ishlatiladigan xomashyolarni barchasini o'zimizdan topishingiz mumkin. Bakallar, maxsus qog'ozlar, maxsus kraska, bo'yoqlari bilan birgalikda o'zimiz sizni ta'minlab turamiz. Uskunani bizdan olgan xaridorlarimizga ish tartibini ham tushuntirib, kerakli tavsiyalarni qanday qilib sotish, qanday qilib reklama qilishlarini ham o'rgatib boramiz. Ko'p gapirgandan keyin sizlarga ish tartibini ko'rsatib bera qolaman. Ish tartibi shunchalik oddiyki, katta yoshli insonlar ham, uyda o'tirgan ayollar, ishimdan bo'sh vaqtimda qilib turaman deganlar ham bu ishni bemalol qila oladi. Uskunamiz ko'p quvvat talab etmaydi. 110 voltdan 220 voltgacha elektr manbai bilan ta'minlab tursangiz bas.